Yine birden yine iki dükkanları var dostlar. Onlardan faydalansanız boladı. Uğurlu'da joylashgan. To'yxona desem boladı mı? 25 joy 6 sotikdan sal ziyod. Mulk egasini telefon nomerini ekranda yozib qo'yibmiz. Bemalol telefonlashib gelip yurib olsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilar sog'ayapsizlar. Do'stlar, sizlarning e'tiborlaringizni Xonqa tumanimizda Elekchida turar joy bor, sotiladi do'stlar. Tadbirkorchilik etaman deysizlarmi? Mol boqaman, qo'y boqaman deysizlarmi? Uyg'urloyda joylashgan 6 sotikdan sal ziyod turar joyimiz sotiladi do'stlar. Ekranda mulk egasini telefon nomerini yozib qo'yibmiz. Bemalol telefonlashib gelib ko'rib olsangiz bo'ladi. Hozir men sizlarni bir qator danishtiraman. Like'larni bosib beringlar do'stlar. Ko'pchilikka tarqalsin. Kim olsa nasib etsin. Menzilimiz do'stlar Xonqa Elekchida uch paxtadan doğru girib kelasizlar. Kuşxonada o'tib kelasizlar. Yo'llarni ham ko'rib turibsizlar, ajoyib etib bezatilar. Gelib turib kanala gelibine chap tomoni aylanasizlar. Ish yo'ldan borsak bo'ladi. Do'stlar, zapravkada aylangandan keyin doğru kelasizlar. 250-300 metreden keyin ish yo'lda joylashgan joyimiz yana. Ana do'stlar, Xonqa Elekchida. Joyni eldina mevalar ko'p do'stlar. Ana mevalar qarang, olma deysizlarmi, erik deysizlarmi? Bekiga dong bor do'stlar yana. Ajoyib eriklar bor yana, pevanda eriklar. Haqiqiy dekanni uyi. Ajoyib yana. Joyni eldi do'stlar 25 metr 6 sotikdan sal ziyod. Tadbirkorchilik bilan shug'ullanaman, aholiga maishiy xizmatlarni ko'rsataman desangiz, yine birdan yine iki dükkanları bor do'stlar. Onlardan faydalansanız bo'ladi. Uyg'urloyda joylashgan. Bu tomonimizda yine borgani o'tadan kodlarni ochib bersangiz bo'ladi. Chegara inshi bor duradan do'stlar. Joyni eldini ko'rib turibsizlar. Oq oyna ekopellarni qo'yib qo'yibdilar. Oynalar rishotga, darvozalari bor oyna. Shifr qilingan joy. Ana do'stlar. Endi challarni ko'rsataman. Talonga girgan joyimiz yine ajoyib etib baland pol qilib qo'yibdilar. Endi o'tirmoqqa. Bandı malnikleri, vodoprovod so'tchi hammasi taxt do'stlar. Shunday kelamiz do'stlar, bir de bir katta mehmonxona bor. Ana, to'yxona desam bo'ladimi? Katta bir mehmonxona, patologlarni ajoyib etib ishlab qo'yibdilar. Pastapchilar bor. Bu tomonga kelsak yine dalandan birimiz koridor do'stlar. Birden ajoyib bir mehmonxona, birden keng mo'l mehmonxona. Peshlar bor do'stlar. Patologlarni ko'rib turibsizlar, ajoyib etib ishlab qo'yibdilar. Bu tomonda spalni do'stlar, yana birden pesh bor. Spalnida do'stlar yana dushovoy. Bannisam ichida yana dushovoy. Patologlarni ko'rib turibsizlar, berniga ajoyib qilib qo'yibdilar. Bu tomonga kelsak yine bir de kukna do'stlar. Aristollari bor, issiq sovuq suv muammo yo'q do'stlar. Dalandan bog' tomoniga chiqamiz endi do'stlar. Ana do'stlar, bog'da hamma mevalar bor. Shaptol deysizlarmi, olma deysizlarmi? Gilosadan bor ekan. Ana do'stlar. Ana. Joyimiz Uyg'urloyda do'stlar, xohlasangiz bu yandan kodlarni ochib bersangiz bo'ladi yana. Mashinangizga mol boqaman desangiz imkoniyatlar katta. Bog'da do'stlar hamma narsani ekib qo'yibdilar. Pomidor, bolgarskiy, hamma narsa ekilgan. Kartoshkadan ekib qo'yibdilar do'stlar. Trotuarlarni ko'rib turibsizlar, hamma yer betoncha qilingan. Uzum qodalarni damirdan ishlab qo'yibdilar. Xohlasangiz ayna bu yandan yine girdi chiqdi kodlarni ochib bersangiz ham bo'ladi yana. Shuncha mesta bor. Birdan yana shifr etib qo'yibdilar do'stlar. Ayvoncha o'tirib, yine shamolyada o'tirib damasangiz bo'ladi. Bir de do'stlar bu tomonda yine bog'cha bor. Bog'cha o'tib qaytadigan eshiklarni ham qo'yib qo'yibdilar. Bolalaringiz ishundan chiqadi, bog'chaga kiradi do'stlar. Bir de hojatxona. Bir de yine molxonalarni solib bersangiz bo'ladi. Ana do'stlar, 25 joy 6 sotikdan sal ziyod. Mulk egasini telefon nomerini ekranda yozib qo'yibmiz. Bemalol telefonlashib gelib ko'rib olsangiz bo'ladi. Like'larni bosib, joy olaman, hovli joy olaman deb yurgan.
Karandaşlara taşa pərinlə dostlar. Kim alsa nəsib etsin. Ana dostlar.